بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli va ba'd. Xo'p, siz aziz talabalar bilan o'tgan darsimizda quduqdagi suv masalasi haqida o'rganayotgan edik. Ya'ni undan tahorat olsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Qaysi o'rinlarda quduq suvi najosatga aylanadi va o'lgan hayvonni jussasiga qarab turib necha paqir olib tashlanadi, ana shularni bahsiga kirishgan edik. To'g'rimi? Xo'p. Yuqorida birinchi nimada bahsda, ya'ni 3 ko'rinishda, ya'ni hayvonlarning jussasi 3 ko'rinishda bo'ladi. Kichikroq jussali hayvonlar bor, o'rtacha jussali hayvonlar bor va katta jussali hayvonlar bor. Masalan, kichikroq jussali bo'lgan hayvonlarga misol qilib sichqonlarni, chumchuqlarni, kaltakesaklarni musannif alayhi rahmat zikr qildilar. Unda 20 paqir olib tashlashlik albatta nima? O'lgan hayvonni chiqarib olib tashlagandan keyin undan so'ng 20 paqir olib tashlashlik vojib. 30 paqirgacha bo'lishligi, ba'zi rivoyat paqirgacha bo'lishligi mustahab deyilgan va mana shu joyda e'tibor qiladigan joyimiz bor. Bihasabi kibari dalwi va sig'oriha degan. Tushunarlimi? Bihasabi kibari dalwi va sig'oriha degan joyi bor. Ya'ni paqirning, ya'ni quduqda ishlatiladigan paqirning katta va kichikligini e'tiboridan deb qo'ygan. Ba'zi rivoyatlarda esa bihasabi kibaril hayvani va sig'oriha degan. Ma'qulmi? Ya'ni agar dalu hasabi kibari sig'oriha deganda undagi tushuncha o'rtacha paqir e'tiborga olinadi. Suvni chiqarib tashlashda o'rtacha paqir esa nima deganmiz? Imom Badriddin rivoyat qilgan qavliga ko'ra Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan bir rivoyat keladi. Bir so miqdoridagi suvni qamirab oladigan paqir o'rtacha paqir deyiladi degan. Ba'zi qovullarda esa o'sha quduqda ishlatiladigan o'rtacha paqir e'tiborga olinadi deyilgan. Ya'ni bir so litrda hisoblaydigan bo'lsa 3 litr 360 millilitrda keltirib chiqaradi. Shu sig'imga ega bo'lgan paqir o'rtacha paqir bo'lsa, mana bu matnda bihasabi kibari dalwi va sig'oriha deganda ana shu mustahab suvni olib tashlashlik paqirning katta kichiligi e'tibordan bo'ladi degan bahs ham bor, tushuncha ham chiqadi va shu bilan bir qatorda masalan aytaylik, chumchuqqa o'xshagan hayvon o'tib qolgan bo'lsa, o'lib qolgan bo'lsa quduqda, haligi chumchuqni chiqargandan keyin jasadini, ana undan keyin suvni olib tashlash kerak. Katta paqirda suv olib tashlayapsiz. Bitta katta paqirni solib quduqqa, o'shunda suvni olib tashlayapsiz. Farazan o'sha katta paqirni sig'imi 30 ta o'rta paqirni sig'imiga to'g'ri keladigan bo'lsa, unda nima bo'ldi? O'sha paqirni katta ekanligini e'tibordan 30 paqir o'rtacha paqirni o'z ichiga qamrab olganligini e'tibordan nima bo'ldi? Bitta paqir olib tashlaganingizda katta paqirda shuni o'zi kifoya qiladi degan gap ham chiqadi. Tushunarlimi? Tushunyapsizlarmi? Endi ba'zi rivoyatlarda, nusxalarda esa bihasabi kibaril hayvani va sig'oriha degan. Ya'ni quduqqa tushgan hayvonni jussasini katta kichiligiga ham bog'liq degan. Masalan, ba'zi chumchuqlar jussasi kattaroq, ba'zi kichikroq bo'ladi. Ba'zi bir sichqonlarning ham jussasi kattaroq, ba'zidan jussasi kichikroq bo'ladi. Ana shuni e'tiboridan ana bu mustahab nimasi bor-ku, 10 paqir olib tashlashlik mustahab deyapmiz-ku.
ana shu 10 ta paqirni olib tashlashlik mustahabligi hayvonni kichkina kattaligiga qarab turib o'zgarishi ham mumkin degan ma'noni ham keltirib chiqaradi. Tushunarlimi? Masalan deydi, tushgan narsa jussasi kattaroq, masalan sichqon bo'lsin, jussasi kattaroq, quduq ham katta bo'ladigan bo'lsa, unda 10 paqir olib tashlashlik mustahab. Agar tushgan narsaning jussasi kichkina bo'lsa va quduq ham kichkina bo'ladigan bo'lsa, 10 tadan ozrog'i mustahab deyiladi. Endi biz vojib haqida gapirganimiz yo'q, 20 paqir olib tashlashlik vojib. Mustahabbi haqida gaplashyapmiz. Tushunasizlarmi bolalar? Endi biri tushgan narsani masalan jussasi kichikroq, lekin nima? Quduq kattaroq bo'ladigan bo'lsa, 5 paqir mustahab, 5 paqir mustahabdan pastroq bo'ladi. Darajasi. Mana shunday tushunsa ham bo'ladi masalani. Chunki ba'zi nimalarda, matnlarda bihasabi kibaril hayvani va sig'ariha deb kelganda matnda. Tushunarlimi? Demak, mana shu iborani nima? Ikki xil tushunishning imkoniyati bor ekan. Allohu a'lam. Ma'qulmi? وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين 40 دلوا إلى 50. Endi quduqda deydi o'rta jussali. Bu yerda endi aynan nima yuqoridagi masalada sichqon tushish emas, balki o'sha sichqonni chumchuqni jussasiga to'g'ri keladigan biror bir hayvon tushib qolsa ham o'sha hukm bo'laveradi degan. Ma'qulmi? Aynan nima sichqon tushsa keyin 20 paqir olib tashlaymiz degani emas, balki o'sha sichqonni jussasi kabi yoki nima chumchuq jussasi kabi hayvon, bironta hayvon tushib qolsa ham xuddi shu masala unga joriy bo'laveradi. Endi o'rta jussali hayvon, masalan kabutar, tovuq yoki sinnavrun, bu yerda o'sha sinnavrun mushukka o'xshagan hayvon bo'lishi kerak. Bir ko'rasizlar nimadan. O'rtacharoq hayvon bo'lishi kerak. Jussali. Ana shunday hayvon vafot topadigan bo'lsa, o'tadigan bo'lsa, quduqda o'lib qolgan ekan. Endi nima qilamiz desa, haligi hayvonni olib tashlaymizsa, keyin suvni olib tashlashimiz kerak. Suvni qancha olib tashlaymizsa, nuziha minha ma bayna 40 dalvan ila 50. 40 paqirdan to 50 paqirgacha. Ba'zi rivoyatlarda 60 paqirgacha olib tashlanadi. 40 paqir vojib, 50 gacha, ya'ni 10 paqir yana qo'shishdi yoki 20 paqir qo'shib turib olib tashlashligi mustahab bo'ladi. Tushunarlimi? Wa in matat fiha kalbun aw shatun aw adamiyyun nuziha jami'u ma fiha min al-ma. Agar quduqda katta jussali hayvon, ya'ni hayvon degan jonivor narsani aytadi. It yo bo'lmasam qo'y, yo bo'lmasam odamga o'xshagan jonzot vafot topgan bo'lsa quduqda. Chunki qoni bor narsani, hayvonni suv bilan chiqisholmaydi, qon. Bosim bo'ladi, o'lib qolish xavfi katta bo'ladi suvda. Nuziha jami'u ma fiha min al-ma va ana shu quduqda o'lib qoladigan bo'lsa, shu jussali hayvonlar. Haligi suvni hammasi olib tashlanadi. Ma'qulmi? Endi bu yerda va in mata fiha kalbun deyaptilar, musannif alayhi rahma, it o'lib qoladigan bo'lsa quduqda deyaptilar. Lekin nima, itni o'lish shart emas. Ma'qulmi? Garchi nima tirik holatda chiqarilgan taqdirda ham it suvni hammasi olib tashlanadi. Qoldig'i nima? Qoldig'i so'lagi najosat bo'lgan har qanday hayvon shuni hukmida bo'ladi. Tushundingizmi? Qoldig'i najosat bo'lgan yoki nima mashkukun fih qoldig'i, masalan eshiklar, xachirlarda nimasi qoldig'i so'lagi mashkukun fih-ku. Qoldiq suvi. Mana shunday hayvonlar
tirik holatda chiqadigan taqdirda ham nima bo'ladi? To'laqonli hamma suv olib tashlashlik lozim bo'ladi. Tushundingmi? Endi so'lagi makruh bo'lgan hayvonlarchi desa, qoldiq suvi makruh bo'lgan hayvonlar agar tirik holatda chiqadigan bo'lsa, unda suv makruh bo'ladi, 10 paqir olib tashlash lozim bo'ladi. Endi mana bu shotdachi desa, shotda ya'ni go'sht yeyiladigan hayvonlarda so'laga nima nanosat bo'lmagan pok bo'lgan hayvonlar agar tirik holatda chiqariladigan bo'lsa, modomiki bironta yirtqich hayvondan qochmagan bo'lsa, qochib turib quduqqa tushib ketmagan bo'lsa, unda suv pok degan hukm beriladi. Agar qochgan bo'ladigan bo'lsa, suvni hammasi olib tashlashlik lozim bo'ladi, chunki qochganligi sababdan bavul qilib olgan bo'lishi mumkin deyiladi. Tushundingmi? Odamga keladigan bo'lsak, odamda ham xuddi shu Ibn Abbos radhiyallohu anhu bilan Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu Zamzam qudug'ida inson olib tashlashlikka buyurganlar. Bunga bironta nima sahoba inkor qilmagan va sahobalarning ijmosi sabit bo'lgan bunga. Tushundingmi? Endi odamda ham e'tiborga olish kerakki, odam xamir ichgandan keyinoq ichgan bo'lsa, unda ham bo'lmaydi. Bu surga tegishli masala ekan. Sur masalasiga tegishli masala ekan. Xo'p. Tushunarlimi tepadagi masala? Hozir endi ayolim nimaga ketib qopti mana? Qoldiq suvga ketib qopti, u bas. Bu yerda nima odam vafot topgan bo'lsa, quduqda ana shu quduqning suvini hammasini olib tashlashlik lozim bo'ladi. Tamom. Bu yerda nima xamir ichgan bo'lsin, ichmagan bo'lsin farqi yo'q. Men hayolim nimaga qoldiq suvga qarab ketib qopti. Xo'p. Va in intafaha al-haywanu fiha aw tafassaqa. Endi bir hayvon quduqqa tushganda va quduqda shishgan. Shishgan holatda topilgan. Yo bo'lmasa nima titilgan holatda topilgan bo'lsa, tushundingizmi? Unda nuziha jami'u ma fiha saghirul hayvan aw kabra. Suvni hammasini nima qilinadi? Olib tashlanadi. Hayvon kattami, kichikmi farqi yo'q bu yerda. Sichqon tushgan bo'ladimi, chumchuq tushgan bo'ladimi, odam tushgan bo'ladimi farqi yo'q. Tushundingizmi? O narigi kalblarda, shatlarda nima odamlarda shishmagan bo'lgan taqdirda ham, titilmagan bo'lgan taqdirda ham o'zi kifoya qilaveradi, hammasini olib tashlashlikka. Lekin pastda nima yana qaytlab qo'yaptiki, garchi hayvon masalan kichkina bo'lgan taqdirda ham u chumchuqqa o'xshab va kabutarga o'xshagan hayvon bo'lgan taqdirda ham modomiki shishib ketgan bo'lsa yoki nima titilib ketgan bo'lsa, unda suvni hammasi olib tashlanadi. Nimaga desa, chunki jasad shishlik natijasida yoki titilishlik natijasida jasaddagi nima namlik suvga tarqaladi. U namlik suyuq najosat hisoblanadi. Ma'qulmi? Suyuq najosat bo'ladi. Ana shu suyuq najosat suvga tarqalishiga kelib chiqadi. وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزح منها بدل عظيم قدر ما يسع من الدلاء الوسط واحتسب به فإن نزح منها بدل عظيم قدر ما يسع من الدلاء الوسط واحتسب به قدر دبقيمز. Xo'p. Endi paqirlarning adadi qaysi? Katta paqir e'tiborga olinadimi, kichkina paqir e'tiborga olinadimi yo o'rta paqir e'tiborga olinadimi? Quduqni suvini olib tashlashda deganda yu'tabaru bid-dalil wasati. O'rta paqir e'tiborga olinadi. Ma'qulmi? Ya'ni sig'im jihatdan o'rta paqir e'tiborga olinadi. Qaysi paqir bo'ladi desa, al-mustamal lil-abari fil buldan. Shaharlarda ishlatiladigan, quduqlarda ishlatiladigan o'sha o'rtacha paqirlar e'tiborga olinadi deyilgan. Ma'qulmi? Ya'ni o'sha bir so sig'diradigan nima paqir e'tiborga olinadi deyilgan. Endi bu yerda
yana qovullar borki, o'sha quduqni o'zida ishlatiladigan o'rtacha paqir deyilgan. Odatda o'rtacha paqirlar 1 so, ya'ni 3 litr 360 millilitr suvni o'z ichiga qamirab oladigan paqirlar o'rtacha paqir deb e'tiborga olingan ekan. Ma'qulmi? Endi shu o'rinda deydi, fa nuziha minha bidalun azim. Katta paqir bilan suv olib tashlandi. Katta paqir bilan olib tashlandi, lekin qadru ma yasamu min ad-dilayl wasat. O'rtacha paqirlardan sig'adigan miqdorda. Masalan, yuqorida aytganimizdek bir olishda bitta paqir olib tashlandi, lekin hisoblaydigan bo'lsak 10 tacha paqirlardan 10 tasiga to'g'ri keladi. Xo'p, chunchuq tushganda nima bo'lish kerak edi? 20 paqir vojib edi, 30 paqir mustahab edi. Demak, haligi katta paqirdan ikkita paqirni suvni olib tashlaydigan bo'lsak, unda nima bo'ldi? 20 paqir vojib bo'lgan suvni o'rtacha paqirdagi vojib bo'lganini olib tashladik degan hukm sobit bo'laveradi. Demak, asosiy e'tibor nimaga? Litrga bo'ldi-da, litrga. Paqirdagi sig'imga bo'ldi. Demak, hozirgi paytda nima nasoslarda olib tashlanadigan bo'lsa ham xuddi shu litrdan hisob-kitob qilinadi. Ma'qulmi? Xo'p. Ana shunga o'rtacha suvni hisob-kitob qilinadi. Va in kana bi'ru ma'inan la yunzah. Endi yuqoridagi quduq suvi oz va oquvchi ba'zi quduqlar borki, oquvchi suv hukmidagi quduqlar bor. Masalan, agar deydi quduq ma'inan buloqli bo'lsa-chi, qancha suvni olib tashlasangiz, tagidan suv chiqib, suvni to'ldirib qo'yaveradi. Suv tugamaydi. Ma'qulmi? O'nkan bi'ru ma'inan la yunzah. Agar quduq deydi ma'in bo'lsa, buloqli bo'lsa la yunzah, ya'ni suvni olib tashlaningiz bilan u suv to'xtab qolmaydi. Olib tashlab bo'lmaydi. Va vajaba nazhu ma fiha, lekin nima o'sha quduqdagi suvni hammasini olib tashlashlik vojib. Shunday hukm sobit bo'lgan. Masalan, it o'lib qolgan, yoki bo'lmasa nima shot o'lgan yoki odam o'lgan, yoki bo'lmasa haligi hayvon nima tirilgan hayvon topilgan. Ana shu paytda nima suvni hammasini olib tashlash kerak edi. Lekin bunda suvni hammasini olib tashlashning imkoniyati yo'q bunda. Tagidan nima buloq bo'lib chiqib turaveradi suvi. Unda nima qilinadi desa, akhraju miqdara ma fiha min ma. Undagi nima suvni miqdori olib tashlanadi. Suvni miqdori olib tashlanadi. Endi suvni miqdorini qanday aniqlaymiz desa, va Muhammad ibn Hasan ash-Shayboni rahmatullohi alayhidan bo'lgan rivoyatda annahu qol, u kishi aytgan ekanlarki, yunzahu minha 100 dalwin ila 300 degan ekanlar. 200 paqirdan 300 paqirgacha suv olib tashlanadi quduqdan degan ekanlar. Tushundingmi? Endi shorihlar aytadiki, Imom Muhammad ibn Hasan rahmatullohi alayhi o'zlarini davridagi quduqlarning sig'imidan kelib chiqib bu gapni gapirganlar. Nima 6 ta ko'rinish bor. O'shundan nima bitta ko'rinish Abu Hanifa rahmatulloh qovullarga fatvo bergan. Ya'ni ikkita adolatli quduq ilmini yaxshi tushunadigan insonni olib kelinadi va ular tekshirib shuncha nima paqir sig'adigan nima bor? Suv bor bitta 300 yo 400 paqir yoki 150 paqir yo 170 paqirda turib, shuni o'rganib chiqqandan keyin shularni qovullariga ko'ra nima qilinadi? Suv olib tashlanadi deydi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Tushundingmi? Aynan 200 dan 300 gacha emas, balki 150 paqir bo'lishi ham mumkin yoki 170, 190 paqir bo'lishi ham mumkin. Ma'qulmi? Odatda endi shunaqa bo'ladi-yu, Imom Muhammaddan keyin qovullarga ko'ra bo'ladi-yu. Lekin nima? Abu Hanifa rahmatulloh qovullariga va uslubiga fatvo berilgan mazhabda. Tushundingmi?
وإذا وجد في البئر فأرة ميتة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت. Xo'p, tepadagi masalada qachon tushganligi ma'lum boshqa bo'lib turgan paytlar. Endi pastda nima bo'lyapti? Yana bir masala kelyaptiki, agar deydi quduqda bir o'lgan sichqon topilgan bo'lsa yoki boshqa hayvon topilgan bo'lsa, wala yadruna mata waqat, odamlar bilmayapti qachon tushganligini quduqqa. Hozir endi krantda boshqada bilinmaydi-yu, avvalgi vaqtlarda asosan nima, yer tagidan suv qazib olib ishlatilgan, quduq sifatida kovlab keyin suv qilib ishlatilgan. Hamma narsaga shundan bo'lgan. Hozir endi kamroq. Va ana shu wala yadruna mata waqat, qachon voqea bo'lganligi ma'lum emas. Bilmayapti odamlar qachon tushganligini. Endi hayvonga qaraydigan bo'lsak, hayvon tantafih va tafassuh, hali shishmagan hayvon, titilmagan jasadi nima qilamiz endi? Endi bu nima? Suvda nima bo'lib qoldi-yu? Najosatmikin yoki najosat emasmikin, yo hozir tushdimikin, hozir tushmadimikin degan shak bo'lib qoldi. Shuning uchun haligi hayvonda qachon tushganligi ma'lum bo'lmasa va jasadni birinchi surat, jasad titilmagan bo'lsa, shishmagan bo'lsa, hukm shuki a'adu salata yamin va laylatin. Bir kecha kunduzlik namozni qaytadan o'qishadi odamlar. Ma'qulmi? Ya'ni 24 soatlik namozni qaytadan o'qishadi. Chunki namoz masalasidagi miqdorning eng ozi bir kecha kunduz hisoblanadi, 24 soat hisoblanadi. Endi qachon qaytadan namozni o'qishadi desa, iza kanu tawadda'u minha va ghasalu kulli shay'in asabahu ma'uha. Ana shu quduqdan nima tahorat qilishgan bo'lsa, tahorat qilib yuzishganda keyin bilib qolishdi bir hayvon tushganligini. Keyin nima qilishdi? Hayvon tushgan ekan, qachon tushdi hech kim bilmayapti. Ana shu o'sha paytdan nima qiladi? Bir kun oldingi 24 soat oldingi nima namozlarni qaytarishadi. Ma'qulmi? Topgan paytdan boshlab turib tepadagi 24 soatni hisoblab chiqishadi, o'sha paytdagi namozlarni qaytarishadi. Tushundingmi? Endi bu yerda bahs bor. Bahs shundan iboratki, agar haligilar betahorat holatda tahorat qilishgan bo'lsa, lekin tahoratli insonlar quduqdagi suvdan nima foydalanib tahorat olishgan bo'lsa, unda namozlarni qaytarishmaydi. Nega? Chunki ularni yaqin holati tahoratli ekanligi, ishonchli holati nima? Tahoratli ekanligi. Ana undan keyin quduqdan suvda nima tahorat qilishdi? Tahoratning ustiga tahorat oldi. Xo'p, quduqning suvi pok yoki pok emasligida shak bo'lyapti. Ana shu nuqtai nazardan yaqin, ya'ni ishonch shak bilan ko'tarilmaydi, ketmaydigan qoida bor. Shuning uchun nima? Avvalgi tahoratlari bu bilan ketib qolmaydi. Namoz bo'laveradi. Ma'qulmi? Va in intafaqat aw tafassaqat. Agar hayvonni qachon tushganligi ma'lum, haligi kichkina bo'lsin, katta bo'lsin, yuqorida aytdik, farqi yo'q, haligi hayvon nima shik etib qoldi. Yoki titilib ketib qolgan. Nima qiladi desa, a'adu salata salasa ayyamin va layaliha fi qawli Abi Hanifa. Abu Hanifa rahmatullohning qavullarida bir kecha 3 kecha kunduzli namozni qaytarishadi. Ya'ni 72 soatlik vaqtni hisoblab turib, ana shu vaqtdagi nima namozlarni qaytarishadi. Ma'qulmi? وقال أبي يوسف محمد fatvo qavul Imom Abu Hanifa qavllari. Imom Abu Yusuf Muhammad aytadilarki, laysa alayhim i'adatu shay'in hatta yatahaqqaqu voqea bo'lganligini aniq ishonch bilan bilmagunlarigacha biror narsani qaytarish vojib bo'lmaydi ularga degan qavulda aytadi bu masalada. Nimaga desa, ular aytadiki, chunki deydi, chunki eshitinglar illatni. Haligi
najosat, ya'ni o'limtik tushligidan chiqishdan oldin quduqning suvi pokmidi? Pok edi. Va pokligi aniqmidi, ishonchmidi, yaqinmidi? Yaqin edi. Endi hozir nima hayvon topildi? Hozir tushgan bo'lishi mumkin, ehtimoli bor. Tushunarlimi? Shak paydo bo'lib qoldi. O'shuning uchun nima shak bilan nima qilinmaydi? Yaqin ketkazilmaydi. O'shuning uchun aniq bilmagungacha qachon tushganligi 3 kecha kunduz va hokazo demaymiz, deydi ular. Endi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi tarafdan ularga nima javob beriladiki, aytadilarki, u kishi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, siz aytayotgan shak najosatni yaqini bilan ketdi deydi. Siz aytayotgan shak najosatni yaqini bilan ketdi. Ya'ni siz najosat tushligidan oldin nima edi? Suv pok edi va bu yaqin edi, ishonch edi deyapsiz. Shak bilan ko'tarilmaydi deyapsiz. Ha, najosat tushdi-yu quduqqa. Quduqda nima topildi? Tisilgan hayvon topildi-yu. Ha, bu najosat-ku. Najosat bilan siz shakkingiz ketib bo'ldi. Faqat biz buni o'sha najosatni nima qilyapmiz? E'tiborni qayerga qo'yyapmiz? Suvga tushgan vaqtiga qarayapmiz. Chunki o'lganligi nima? Sababi zohir. Tushgan narsani o'lganligi sababi zohir. Quduqda o'lganligi nima? Zohiriy sabab. Tushundingizmi? Quduqda nima? Tisilgan hayvon topildi o'lik holatda. Demak, bu nima? Quduqda o'lganligi zohiriy sabab bizga. Endi odatda bir hayvonni nimasi jussasi necha kunda tisilib ketadi? Necha kunda shishsa boshlaydi? 3 kunda boshlaydi. Tushunarlimi? 3 kundan keyin hayvonda nima? Insonda ham nima jasadi shishli va tisilishni boshlaydi. Ana shuni e'tiboridan biz nima qildik? 3 kunga qaytlab qo'ydik deydi. Ma'qulmi? Endi tisilmagan, shishmagan paytda unda nima? Harigi nimada quduqda o'lganligi sababi zohir bo'lib turibdi. Ana shuning uchun nima? Tisilmagan bo'lsa, ha, buni tushganligi vaqti yaqinda tushib chekili bu degan holatni dalili bo'ladi, zohiriy holat. Va biz buni bir kecha kunduz bilan qaytlab qo'yganmiz. Tushganligi esa ancha bo'pti tushganligiga degan dalil bo'ladi. Buni 3 kecha kunduz bilan nima? Qaytlab qo'yganmiz. Xuddi nimaga o'xshaydi? Bir odam namoz o'qilmasdan dafn qilingan bo'lsa qabrga. Haligini qabrining tepasi 3 kungacha namoz o'qib qo'yiladi. 3 kundan keyin namoz o'qilmaydi degan ba'zi kitoblarda fatvo kelgan. Chunki 3 kundan keyin nima bo'ladi? Tisilib ketadi jasad. Tisilgandan keyin nima qilinmaydi? Bo'lak-bo'lak bo'lgandan keyin namoz o'qilmaydi degan qovul bor, fatvo bor deyiladi. Tushunarlimi? Ammo shu namoz o'qish masalasida yerni, faslni, holatiga ham qarab turib fatvo beriladi. Masalan, ba'zida nima? Bir haftada chilishi mumkin, chilishni boshlashi mumkin. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Endi bu yerda Qunya kitobida bir masala keladiki, agar dengizning chuqurligi 10 ziro va undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha dengizni dibban quduqning suvi chuqurligi 10 ziro va undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, 10 zirodan ko'p bo'ladigan bo'lsa, asoq qovliga ko'ra najosat bo'lmaydi suv. Yo bo'lmasam quduq katta hovuzdagi suvni o'z ichiga qamrab olgan quduq bo'ladigan bo'lsa, najosat bo'lmaydi quduq degan qovul ham kelgan ba'zi kitoblarda. Keyingi bahs esa musannif alayhi rahma qoldiq suvlar masalasiga kirishadi. Ba'zi inson nima bir piyoladan yoki kattaroq bir baklashka deymizmi hozirgi vaqtda yoki bironta bir idishdan ko'tarib suvni ichadi
yo bo'lmasam paqirni tepasida og'zini tiqib turib, shopillatib ichgandan keyin qolgan suv bor. Qoldiq suv deyiladi. Buni su'run deydi arab tilida. Tushundingizmi? Su'run deb turib, idishdan yoki boshqa bir narsadan ichuvchi inson ichgandan keyin qolgan qoldiq suvga nisbatan su'run deyiladi. Ma'qulmi? Endi bu qoldiq suvni masalasi taomga ham tegishli bo'ladi, boshqa ham tegishli bo'ladi-yu, qoldiq suvni masalasi so'lakka bog'liq. Chunki so'lak aralashadi suvga. Endi o'sha so'lak nimaga bog'liq? Go'shtga bog'liq. Chunki so'lak go'shtdan kelib chiqadi. Tatawalladu minal lahm. Lahmdan kelib chiqadi u so'lak. Ma'qulmi? Xo'p. Ana shu so'lakni nima e'tiboridan qolgan ichgandan keyin qolgan suvga nisbatan hukmlar shariatda qanday desa 5 turli hukm bor. Buni masalasida. 5 turli hukm bor. Xo'p, birinchi hukm haqida aytadiki, va su'rul adami va ma yu'kalu lahmuhu tahirun deydi. Demak, birinchi qoldiq suvda hukmi nima? Pok ekanligi. Va qaysilarda qoldiq suvi pok bo'ladi desa, odamniki va go'shti yeydigan hayvonlarniki so'lagi pok. Chunki so'lak go'shtdan kelib chiqadi deyapmiz. Endi bu yerda agar odam xamir ichgandan keyin suvdan ichgan bo'lsa, ana uniki najosat bo'ladi. Chunki bir qatra xamir tushganligi ehtimoli bor. Tushunarlimi? Endi ozgina muddat xamir ichgandan keyin ozgina muddat kutib bir necha bor nima tupurgisini yutgandan keyin ichadigan bo'lsa, unda najosat hisoblanmaydi. Nimaga? Chunki so'lak tupurgi, ya'ni so'lak og'iz bo'shlig'ini tozalaydi. Tushunarlimi? Endi bu yerda musannif alayhiroma su'rul adamiyyi, odamning nimasi qoldiq suvi deb turib zikr qilyaptilar. Ya'ni odamni mutlaq qildilar. Bu yerda farqi yo'q. Har ikki odam erkak kishimi, ayol kishimi, junubmi, hoyizami, nufasomi, kofirmi, boshqami farqi yo'q. Tushunarlimi? Xo'p. Bu yerda go'sht yeyiladigan hayvonlar deb qo'yildi. Hozir pastda makruh bo'lgan holat keladi. Masalan, tezak yeb yuradigan, axlat yeb yuradigan, najosat yeb yuradigan tuyaga o'xshagan hayvonlar bo'lsin, yoki nima tovuqqa o'xshagan hayvonlar bo'lsin, ularniki makruh bo'lib qoladi. Xo'p. Ikkinchisi va su'rul kalbi wal khinziri va siba'il bahoim najisun. Demak, itning qoldiq suvi, cho'chqaning qoldiq suvlari va yirtqich hayvonlarni, ya'ni oziq tishlari bilan ovqiladigan yirtqich hayvonlarning qoldiq suvlari najosatdir. Chunki ularning so'lagi najosat. So'lak go'shtdan kelib chiqadi, ularning go'shti ham najosat. Ma'qulmi? Va su'rul hirrati, mushukning qoldiq suvi esa va dajajatil muhallat. Muhallat degani mursala degan, qo'yib yuborilgan, ham to'g'ri narsa ham yo'radi va shu bilan bir qator najosatlarni ham yo'radi, tezlikni ham yo'radi. Shunaqa bir tovuqlar bo'ladigan bo'lsa, va siba'it tuyur va darniki, tumshug'i bilan ovqiladigan yirtqich qushlarniki, va ma yaskunu fil buyut misal hayati wal fa'rati, va uyni maskan qilib olgan hayvonlar bor. Masalan, ilonga o'xshagan, sichqonlarga o'xshagan uyni maskan qilib olgan, odamlarning uyini uy qilib olgan, yashaydigan joy qilib olgan ba'zi bir hayvonlarni qoldiq suvlari makruhun deydi. Ya'ni buni makruhligi makruh tanzihiy bo'ladi, asoqovga ko'ra. Ya'ni bu qachon bo'ladi desa, undan boshqa moy mutlaq, ya'ni tahorat qilsa bo'ladigan suv topilgan paytda u suvni ishlatmasdan, balki mana bu makruh
suvda suvlarga qoldiq suvlari makruh bo'lgan suvlarni ishlatadigan bo'lsa keyin makruh bo'ladi. Endi hech qanaqa suv yo'q. Faqatgina nima mushukni ichgan suvi bor. Yoki qo'yib yuborgan tovuqning suvi bor. Boshqa suv yo'q. Ana shu paytda nima qilaveradi? Tahorat qilsa makruh bo'lmaydi. Ma'qulmi? Xo'p. Endi mushukni suvi, qoldiq suvi makruh deyaptilar. Bunda ham shart shuki, agar mushuk deydilar, sichqonni yeb orqasidan ichgan bo'lsa bir paqirdagi suvdan, undan osat bo'ladi. Tushundingmi? Illa ozgina vaqt o'tgandan keyin o'sha so'lagi bilan og'zini tozalab, o'zini tozalagandan keyin ichgan bo'lsa, undan nima makruhligi bo'ladi. Ba'zi kitoblarda keladiki, agar mushukni sichqon tutmaydigan mushuk bo'lsa, pokiza narsalardan taomlanadigan mushuk bo'ladigan bo'lsa, unda uniki makruh bo'lmaydi degan qovullar ham bor. Tushundingmi? Xo'p. Oxirgisi wasu'rul himar wal bagri mashkukun fa in lam yajid al-ma'a fa in lam yajid al-insanu ghayrahu tawadda'a bihi wa tayammama wa bi ayyihima bada'a jaza. Endi agar deydilar eshakni yoki xachirni qoldiq suvga keladigan bo'lsa, mashkukun shak qilingandir unda. Ya'ni shak qilinganligi suvning o'zi, ya'ni qoldiq suvning o'zi pokligida emas, u pok. Ammo poklovchi ekanligida shak bor. Tahoratni betahoratlikni ketkazishda shak bor. Shuning uchun agar deylik inson boshqasini topolmasa-chi, faqat nima eshakni qoldiq suvi bor yoki xachirni qoldiq suvi bor. Boshqa suvni topolmayapti. Nima qiladi desa, tawadda'a bihi va tayammam. Tahorat qiladi va tayammum qiladi. Va bi ayyihima bada jaza, qaysi biri bilan birinchi boshlasa ham joiz bo'laveradi. Ya'ni birinchi tayammum qilib keyin tahorat qiladimi? Keyin tahorat qilib o'sha suv bilan keyin tayammum qiladimi? Joiz bo'laveradi deydi. Endi bu yerda xachirni sharti, ya'ni uni qoldig'i mashkukun fih bo'lishligidagi sharti onasi eshak bo'lsa. Lekin xachirni onasi, masalan, otasi nima bo'ladi? Ot bo'ladi. Lekin onasi eshak bo'lishi mumkin, onasi mol bo'lishi mumkin va boshqa yovvoyi eshak bo'lishi mumkin, zebra bo'lishi mumkin. Agar xachirni onasi zebra yo bo'lmasam xachirni onasi mol bo'ladigan bo'lsa, unda uni qoldiq suvi mashkukun fih emas, balki tohir bo'ladi. Chunki zebrani go'shtini yesa bo'laveradi. Baqarani nima go'shtini yesa bo'laveradi. Tushundingmi? Ma'qulmi? Xo'p. Bo'ladi sizgacha. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.